Aka sizni tajribangiz borku, o'zi bazaltdan keyin to'g'ridan-to'g'ri shpaklovka qilish mumkinmi? Bazaltga suv tegsa, bu bazalt xususiyati yo'qolib qoladi-ku. Siz buni bilardingiz-ku. Xo'p, nima uchun yemasa to'g'ridan-to'g'ri bazalt ustidan shunaqa shpaklovka qilishyapti va suv tegadigan joyga qo'yib qo'yishyapti. O'zi to'g'risi mana bunaqa bo'lmaydimi? Ya'ni bazalt izolyatsiya qildi, uni ustidan keyin suv o'tkazmaydigan suxoy montaj qilinmasmidi? Aka siz nima deb o'ylaysiz? O'zingizni fikringizni kommentariyada обязательно qoldiring. Men sizlarni issiq suv bilan o'ylab, akalar, xuddi shunaqa materialni pinoplastini tavsiya qilaman. Bu pinoplastning 3 ta afzalligi bor, aka. Eng dahshatli uchinchisi. Ya'ni aka, buni to'g'ridan-to'g'ri g'isht ustidan qilsangiz bo'ladi, suv achish shart emas. Suvga, issiqqa, sovuqqa eng zo'r material. Eng asosiysi aka narxi 1 kvadrat metr 65 ming so'm. Tez qurilish qilayotgan, hali suvamagan do'stlaringizga videoni tashlab qo'yasiz, videoga like bosasiz. Agarda profilga obuna bo'lgan bo'lsangiz, обязательно obuna bo'lib qo'ying, chunki qurilishda juda ham foydali videolarni o'tkazib o'tgan bo'ladi. Aka, bizdan kuzatish davom eting. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.